Bu video aynan optimizatsiyaning foydasi yo'q deganlar uchun. Gapni kamaytiraman, videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Shu joyda men sapernikimni o'ldirish kerak edi, to'g'rimi? Lekin men o'lmadim. Nimaga? Kuzatishda davom etamiz. Bu yerda men 90% o'lishim kerak edi, lekin nimaga o'lmadim? Chunki menda optimizatsiya bor. Agar men qilgan optimizatsiyani qilsanglar, agar telefoningizlar 100% 5 talab, даже 6 talab headshot beradi. Bu hali moment tugagani emas, do konca ko'ramiz. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bunaqa rega uchun 3 talab, 4 talab headshot tegish shart emas. Bechora saperniki meni optimizatsiyamni qilmagani uchun o'zidan xafa bo'lib o'tiribdi. Onasini emsin qayerdagidir VPN soft cheat olgandan ko'ra optimizatsiyani olganinglar 100% yaxshiroq. Telegram kanalimga o'tib menga bemalol yozsanglar bo'ladi. Любой telefonga tushadi. Optimizatsiyamning narxi 40 ming so'm. O'sha gap Neruz nomer 1 optimizatsiya.